Ishonch kattalarga yo'q. Hammalaring yolg'onchilar. 200lamachilar. Ko'rib turibdik endi. Biz haqiqatdan 200lamachi, yolg'onchi jamiyatmiz. Ishonch yo'q. Bular hozir o'ziga o'zlari, ya'ni institut deganda oila instituti, biznes instituti, jamiyat institutini o'zlari quradi. Qanaqa erga tegish kerak, qanaqa uylanish va hokazo, uni usuli o'tmaydi. Bizlarni pravolalar to'g'ri kelmaydi ularga. O'tmaydi. Keyin biz ko'p chet elga jo'natamiz. Almashib ketgan qadriyatlar. Nimaga bizda 200lamachilik? Biz kavaliyimiz urf-odatlar, milliy qadriyatlar, hokazo. Kiyinishimiz Yevropacha. Ko'cha buzgir. To'ylarda harbiy ashula, aniga rap, pop, rock. Uyda remont европейский. Mebel. Unda anaqa biza uchun bu kognitiv dissonans emas. Biza bu yolg'onchi, o'z-o'zimizni aldab yuramiz. Bir tomonlama kavaliyimiz milliy. Qani do'ppidagi odamlar? Qani Arabistonga boring mana, Saudiyaga, Dubayda milliy kiyimida yurib yurishibdi ular. Kerak bo'lib qo'yadi. Trampga ham boradi, o'zini kiyimida boradi. To'g'rimi? Yaponlar ham bayramlarda, uyda o'zini milliy kiyimda, ishxonada kostyumda boradi. Atak musiqa, teatr, hamma narsada yaponcha bor. Ular hattoki Yaponiyadan eksport qiladi o'zini bir anaqa kaizen degan menejment usullarini o'zlariga o'ylab topgan. Mashhur hozircha. Koreya yangi ma'naviyat qilib pop kulturani, K-popni tarqatadi o'zinikini. Hani animeni eksport qilishgan animelarda. Bizda esa gapiramiz, eshitadi, bunaqa deydi, maktabga kelganda gap eshitadi. Urf-odatlar, milliy qadriyatlar, talalar, ota-bobolar. Lekin ota-bobolar gapirayotganlari o'zi g'arb kostyum-shimda kiyib yuradi. To'ylarda boshqacha, remont binolar европейский. Kim man degan savolga biz o'zimizni yo'qotib qo'yganmiz mayli, lekin ular o'zini topib olishga shans beraylik. Z avlodga. Biz aytishimiz kerak, bular bunaqa. Okey. Biz faqat nima qilishimiz mumkin? Bularga moslashishimiz mumkin. Chunki kimdir ishlash kerak-ku. Kelib, bu menejment mana endi lider degan ma'noga qaytamiz. Menejer bu nima qilish kerakligini aytadi. Lider nimaga buni qilish kerak